Kommentariyaga hozir qanaqa chang ishlatasiz deb savol kelibdi. Sumkada olib yursa bo'ladimi, katta emasmi deb. Keling birgalikda tekshiramiz. Sumkaning ichidan nimalar chiqadi. Biz ko'ramiz. Sumka mana kichkina, обычный kichkina sumka. Вообще reklamaga uchun buni olmanglar, bir tiyinga qimmat, yopishmaydi. Boya yopishtirib videoga olaman desam, telefonim tushib ketadi. Вообще bo'lmabdi. Har doim yonimda yuradi mana shu jigarrang rangda fiksator, yaxshi ko'raman mana shuni. Chunki qoshimdagi ko'k qolib ketgan rastushovkalarni mana shu berkitib beradi menga. Probnik idishda atir chiqadi. O'zimga do'konda eng yoqqan zo'r atirlarni mana shunaqa quyib olaman. Sumkada olib yurishga rosa qulay. Kontur qalam. Bu ham do'konda bor, bemalol olsangiz bo'ladi. Sizlar ham mana shunaqa rastifga quydirib olib, atirlar yoningizda olib yursanglar ham bo'ladi. Hammasi ispanskiy parfyum original. Kichkinagina zapach, tangi bor ekan, boyli. Menda 2 xil ten, ikkalasidan ham ishlatganman. Mana bunisi lekin kattaroq, bu sig'adimi yo'q, hozir ko'ramiz. Bu plus tarafi, ko'rasizlarmi? Kontur qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Highlight, rumiyani hammasi ichida-da. Manda уже teglari ko'rinib qolgan. Umuman surganinglarda вообще to'kilmaydi, yumshoq, bitta rangda chiqadi. Bunisi sig'arkan, mana shu kichkina sumkamga sig'di. Bundoq qo'yganda mana sig'ardi. Просто men bu zamonga oxirgacha bo'lmagani uchun zamonga sig'madi. Doim birinchi highlighter, keyin rozvisini suraman, sal ochroq, keyin sal chetlarini to'qroq qilib yuboraman.